Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ko'cha avtobusi, metro qatorliq qatnash vositalarida namahram kishining yonida o'tirishning hukmi nima? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Badanning namahram badaniga tegishib ketishi yoki behuda suhbatlashish va qarashdagi ahvollar bo'lmasa, avtobus, metro, aeroplan kabi shahar ichi yoki uzun yo'lliq ommaviy qatnash vositalarida, shundaqla kutish zollaridagi ommaviy so'rinlarda namahram bilan yonma-yon yoki udul o'tirish shar'iy odobga rioya qilgan asosda joiz. O'ltirishga qattiq ehtiyoji bo'lmagan kishining namahram yonida o'ltirganidan o'ri turg'ini, aeroplandek o'ri turg'ini bo'lmaydigan qatnashlarda o'rin almashtirg'ini, qistilib o'ri turgandan namahramning yonida diqqat bilan o'ltirg'ini, yoshlarning yonida o'ltirgandan yashanganlar yonida o'ltirg'ini, gezi kelsa kechkish bo'lmaydigan ahvolda qatnash vositasini almashtirishi afzal. Har holda o'rin va sharoitga qarab, fitnadan yiroq bo'lishga, zaruriyat va ehtiyojga qarab, ko'ngil xotirjam bo'ladigan tariqada ish tutishga tirishishi kerak. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvada Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.